Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 14-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizda maf'ulun bih, maf'ulun fih va maf'ulun mutlaqlar bilan tunishib chiqdik. Endi biz bugun maf'ulun lah bilan tunishib chiqamiz. Maf'ulun lah degan nima? Buni oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda maf'ulun lah deganimiz ish harakatining sababini bayon qilib kelgan masdarni biz maf'ulun lah deb ataymiz. Hamda buning o'lchamlik tushuntirilishi maf'ulun lah deganimiz va huwa masdarun qalbiyyun yuzkaru illatan li hadathin sharakahu fi zamani wal fa'il. Maf'ulun lah deganimiz u illatan li hadas. Hadasning, ya'ni ish harakatining sababi bo'lib so'zlangan qalbiy masdar. Sharakahu fi zamani wal fa'il. O'rtaq bo'lgan u masdar u fe'lga, vaqtda va fa'ilda. Ya'ni yig'ib aytsak, maf'ulun lah deganimiz vaqtda va fa'ilda o'rtaq bo'lgan fe'lga sabab bo'lib so'zlangan qalbiy masdar. Ya'ni demak bu sabab bir ish harakatninki sabab bo'lib so'zlanadigan masdar. Shundaqla bu masdar shu ish harakat bilan zamonda va fa'ilda o'rtaq. Ya'ni zamonimi bir, bu masdar bilan fe'lning fa'ilimi bir. Mana bundaq masdarni biz deymiz maf'ulun lah deb ataymiz. Masalan, ig'tarabtu raghbatan lil ilm. Ilmga qiziqib, ya'ni qiziqqanligim uchun musafir bo'ldim, safar qildim degan bu jumla qarasak, rag'batanni biz maf'ulun lah deymiz. Nima uchun? Chunki bu yuqorida biz so'zlagan tunishtirishning o'zi shu. Ya'ni rag'batan birinchidan masdar, ikkinchidan qalbi, ya'ni qiziqish degan odamning nada bo'ldi? Qalbda bo'ladi. Uchinchidan illatni bildiradi. Ya'ni ilmga qiziqqanligim uchun. To'rtinchidan bu fe'llan bu masdarninki zamoni bir. Ya'ni ig'tarabtu, safar qildim, musafir bo'ldim, o'tgan zaman. Qiziqqanligim uchun, ya'ni qiziqish qachon bo'ldi? Ilgari bo'ldi, o'tgan zaman. Qiziqishmi o'tgan zaman, fe'lmi o'tgan zaman. Demak, bu yerdagi masdar bilan fe'lning zamoni bir. Va fa'ilimi bir. Masalan, safar qildim, kim safar qildi? Men safar qildim. Qiziqqanlik uchun, kimning qiziqqanligi uchun? Mening qiziqqanligim uchun. Demak, bu yerda fe'llan masdarning fa'ilimi bir, vaqtimi bir. Shuning uchun bu yerda rag'batan deymiz, maf'ulun fih deymiz. Agarda bu yerda fe'llan bu yerda ig'darabtu lil ilm deganni biz masdar deb o'ylasak, bu yerda ilm deganni biz maf'ulun lah demaymiz. Nima uchun? Chunki ilm uchun musafir bo'ldim desam, bu yerdagi ilm degan qanday so'z, qanday vaqtda bo'lg'ash, kelgusi ilmni omidim, shundaqmi? Ama safar qilishcho o'tgan zaman. Demak, bu yerdagi masdar kelgusi zaman, fe'lning vaqticho o'tgan zaman. Demak, fe'llan masdarning vaqti bir bo'lmadi. Bu shartga tushmay qoldi deymiz. Va undan boshqa fe'llan masdarning fa'ili bir bo'lmay qolsa, yana maf'ulun lah degan bo'lmaydi. Masalan, ahbabtu li ta'zimikal Qur'an desam, Qur'onni sening qattilig'inliging uchun seni yaxshi ko'rdim desam, ahbabtu degan bu fe'lninki fa'ili men, ya'ni yaxshi ko'rdim men seni. Li ta'zimika qattilig'inliging uchun, bu yerda qattalash degandan iborat bu masdarning fa'ilichi siz, sening qattilig'inliging uchun. Fe'lning fa'ilichi men. Shuning uchun bu yerda ta'zimni biz maf'ulun lah demaymiz. Chunki fe'llan masdarning fa'ili boshqa. Bunda bo'lib qolsa yana maf'ulun lah demaymiz. Endi bu tunishtirishda bir gap chiqib qoldi. Masdar qalbi deydigan. Bu masdar qalbi degan gap deganda masdarul qalbi va huwa ma kana masdaran li fi'lin min al-af'al allati mansha'uha al-hawasul batina. Masdarul qalbi deganimiz mansha'uha, uning kelib chiqishi ichki tuyg'ular bo'lgan fe'llardan bir fe'lning masdari bo'lganini biz masdarul qalbi deb ataymiz. Ya'ni kelib chiqishi ichki tuyg'u bo'lgan fe'llardan bir fe'lning masdari bo'lganini biz masdarul qalbi deb ataymiz. Ya'ni hissiyot, tuyg'u, muhabbat deganga o'xshab odamning ichki tuyg'usidan iborat deb chiqqan bir fe'lning masdarini biz deymiz
masdarul qalbi deymiz. Endi maf'ulul lahningki yana bir atalishi maf'ulun li ajli va maf'ulun min ajli deb ataladi. Ko'p hollarda maf'ulun li ajli deb ataladi. Endi maf'ulul lahningki shartlari bor. Ya'ni maf'ulul lah deb zar o'qish uchun uning shartlari bor. Shurutu nasbil maf'ulul lah. Maf'ulul lahni zar o'qishning sababi. Bu yerda maf'ulul lahni zar o'qishning sababi deb keltirishi ba'zi vaqtda biz harfi jarni akab turib zar o'qiydigan ahvollar. Endi cho'qim uni zar o'qishimizning sababi, zar o'qishimizning sharti birinchidan ayyakuna masdar. Bu maf'ulul lahni bo'lish kerak, masdar bo'lish kerak. Ikkinchidan ayyakuna al-masdaru qalbiyan, qalbiy masdar bo'lish kerak. Uni zar o'qishimizning sababi. Üçüncüden ayyakuna al-masdarul qalbi muttahidan ma'al fi'li fi zaman. Bu masdarul qalbi fi'llan zamanda, ya'ni vaqtda berilish kerak. Men bayatın degandek, fi'lning vaqti o'tgan zaman, bu masdarul qalbining vaqti kelgan zaman bo'lib qolsa, bu bo'lmaydi. Buni biz zar o'qiy olmaymiz. Ayyakuna al-masdarul qalbi muttahidan ma'al fi'li fi zaman. Fil fa'il. Masdarul qalbi fi'llan fa'il berilish kerak. Ya'ni fi'lning fa'ilimi men, u masdarning fa'ilimi men deganga o'xshagan fa'il berilish kerak. 5-dan ayyufhamal illah. Illat tushunilishi kerak. Illat bu yerda bilinishi kerak. Ya'ni illatni ifodalash kerak. Demak, yuqoriqi 5 dona shart maf'ulul lahni zavar o'qishning sababi. Birinchisi masdar bo'lishi kerak. Ikkinchidan qalbiy masdar bo'lishi kerak. Agar qalbiy masdar bo'lsa desa, bu vaqtda buni biz harf bilan zir o'qiymiz. Masalan, barabtuhu lit-ta'dib, adablash uchun udum deganga o'xshash. Va ta'dibni masdar, adablash degan gap qalbiy masdar emas. Shuning uchun buni zir o'qiy olmaymiz bu yerda. Endi masdar bilan u fe'lninki vaqti birilishi kerak dedik. Biz buni bayatga misol keltirdik. Masdarul qalbi bilan fe'l fa'il birilishi kerak dedik. Ahbabtuka li ta'zimikal Qur'on deganga o'xshagan bu maf'ullah bo'lmaydi, chunki masdarul qalbi bilan u fe'lning fa'ili bir emas. Illat tushunilishi kerak. Agar illat tushunilmasa, buni bo'lmaydi, maf'ulullah deb zir o'qilinmaydi. Endi yuqorqi maf'ulul lahninki zir o'qishning nimasi sababi. Endi biz maf'ulullohga aloqador bo'lgan bir qism hukmlar, qoidalar bilan tanishib chiqamiz. Yunsabu idastufiya shurutu nasbih as-sabiqa. Endi biz yuqorida so'zlagan maf'ulul lahni zir o'qishning sababi agar to'liq bo'lsa, biz deganga o'xshagan to'liq bo'lsa, masalan, safartu hubban lil ilm desam, ilmni yaxshi ko'rganlik uchun safar qildim desam, bu yerdagi hubban degan so'z masdar, qalbi, shundoqlab fe'llan vaqti bir va zamoni bir va illat tushunildi. Demak, shartlar hammasi to'liq. Bunda o'qasini nima o'qiladi? Yunsab, zir o'qiladi. Nimaga asosan zir o'qiladi? Ala annahu maf'ulun lah sarih. Maf'ulun lah sarih deb zir o'qiladi. Demak, maf'ulun lah sarih, diqqat qiling, maf'ulun lah sarih. Ig'tarabtu hubban lil ilm deganga o'xshash. Safartu hubban lil ilm deganga o'xshagan. Endi illat tushuniladi. Illat tushuniladi. Illat ba, illatni ifodalaydi, lekin yuqorqi shartlar to'liq emas. Biz yuqorida so'zlagan shartlar qanday emas? To'liq emas. Bunda o'qas qanday bo'ladi? Masalan, yoki qalbiy umma demaslar, masalan. Shuning o'xshagan unda bir nima emas, sabablarningki birasi to'liq olmay qolib qolsin bo'ldi deganda, iza zukira ta'lil. Agar ta'lil so'zlansa, va lam yastawfi shurut. Shart to'liq olmadi. Yuqorida biz so'zlagan shartlar to'liq olmasa, yujarru bi harfil jar al-mufid lit-ta'lil deydi. Illatni, sababni ifodalaydigan harfi jar bilan zibar qilinadi. Masalan, darabtuhu lit-ta'dib desam, uni adablash uchun qanday qildim? Udum. Bu yerdagi ta'dibni biz maf'ulul lah g'ayri sarih deb ataymiz. Nima uchun? Chunki bu yerdagi ta'dibni biz maf'ulul g'ayri sarih deb atishimizning sababi biz yuqorida so'zlagan 5 shartning birisi kam buningda to'liq olmadi. Qaysi kam? Bu yerdagi ta'dib, adablash degan masdar nima emas? Qalbiy masdar emas. Adablash degan odamning hissiyoti bilan bir munosabatsiz bir gap bu.
Demak, yuqorida biz so'zlagan shart loqomida bu vaqt qanday qilamiz? Lit-ta'dib deb lam harfi jarni akeldik. Qanday harfi jarni akeldik? Illani bildiradigan, illani ifodalaydigan harfi jarni akeldik. Lam. Adablash uchun urdim deganga o'xshaydi. Deydi, "İza zukira ta'lil", agar ta'lil so'zlansa, "va lam yastawfi shurut", shartlar to'liq bo'lmadi, yujarru bi harfil jar al-mufid lit-ta'lil. Illatni ifodalaydigan harfi jar bilan zir o'qiladi. Wa'tubira annahu fi mahalli nasb. Lekin u zivarlik o'rnida deb e'tibor qilinadi. Chunki maf'ulullah dedik-ma, maf'ulullah degan nima bo'ladi? Zivar bo'ladi. Ammo harfi jarning kirganlik uchun zivar o'qildi, o'rin jihatda zivar deb qaraymiz. Endi wa'tubira annahu fi mahalli nasb. U zivarlik o'rnida deb e'tibor qilindi. Nimalik asosan? Ala annahu maf'ulullah g'ayri sarih. Maf'ulullah g'ayri sarih deb zivarlik o'rinda deb qana qilindi e'tibor qilindi dedi. Masalan, yuqorqi oyat karimida ikkilisi jo'g'langan, ya'ni maf'ulullah sarih va maf'ulullah g'ayri sarih ikkilisi jo'g'langan. Masalan, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadara al-maut. Qarang. Ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi. Chaqmoq tufayli. Qarang, min as-sawa'iq, chaqmoqtin demak shunday. Demak biz chaqmoq tufayli nima qilib qoldi quloqini? Chaqmoq tufayli quloqqa tiqib qoldi. Demak bu yerda bir illat so'zlandi. Ammo bu yerda nima yo'q? Masdar qalbi emas bu. Masdar qalbi emas. Demak bu yerda yoki qalb masdar emas, yoki masdar qalbi emas. Mayli qanday bo'lsin, ikki buqoq shayning birisi topilmas shunda bo'laveradi mumkin. Demak bu yerda shart to'liq emas, ammo illat bayon qilindi. Bunda bo'lib qolsa, ya'ni minas savoyiqni biz min akirib turib qanday qildik? Zir qildik. Bu yerdagi min illatni ifodalaydi. Mana minniki illatni ifodalaydigan bir o'rni shu. Bu yerdagi min illatni ifodalaydi. Biz bu yerda buni zir o'qidik, lekin o'rin jihatda zirvarlik o'rinda deb qaraymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda bu maf'ulullah. Biz bu yerda maf'ulullah g'ayri sarih deb e'tibor qilamiz. Ikkinchisi hadaral maut, o'limdan qo'rqqanligi uchun. Demak, bu yerda hadara deganni biz maf'ulullah sarih deb zivor o'qiymiz. Nima ishqa? Chunki bu hadarada biz yuqorida so'zlagan 5 dani shartning hammasi to'liq. Hadara masdar. Shundaqla egoh bo'lish degan bu nima? Qo'rqash degan nima bu? Qalbiy masdar. Bu shartmi to'liq. Undan keyin fa'ilimi bir, vaqtimi-cho bir. Demak, bu yerda shartlar to'liq. Bunda bu vaqtida qanday bo'ladi? Maf'ulullah sarih bo'ladi. Mana bu yerda yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadara al-maut deganda min as-sawa'iq maf'ulullah g'ayri sarih. Hadara maf'ulullah sarih deymiz. Demak, shartlar to'liq qolmadi, lekin illat ifodalansa, biz buni harfi jarni akirib turib zir qilamiz, ammo bu g'ayri maf'ulullah g'ayri sarih bo'ladi. Darabtu lit-ta'dib deganga o'xshash va yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq deganga o'xshash. Endi bu maf'ullahda omili, ya'ni omili keyin kelib bu maf'ullah ilgirkasi bo'lamdi deganda yajuzu taqdimul maf'ulullah ala amilihi. Maf'ulullahni omildan ilgir keltirish to'g'ri, ya'ni fe'ldan ilgir keltirish to'g'ri. Masalan, rag'batan fil ilmi ataytu. Mana bu yerda rag'batan degan maf'ulullah ataytu degan fe'ldan qanday keldi? Burun keldi. Bu to'g'ri. Lit-tijarati safartu. Tijorat uchun qanday qildim? Safar qildim. Demak, bu yerdagi birinchisi rag'batanda bu maf'ulullah sarih. Hamma shart tushudi. Lit-tijarati safartu deganda bu maf'ulullah g'ayri sarih. Mayli sarih bo'lsin, mayli g'ayri sarih bo'lsin, ikkilisida omildan maf'ulullahni burun keltirsak-chi bo'ladi. Masalan, safartu lit-tijara desak, dediki lit-tijara biz maf'ulullah g'ayri sarih deb ataymiz. Nima uchun? Chunki buning shartlarining hech qaysi yo'q. Tijorat degan qalbiy masdar emas, deganga o'xshagan. Shundaqla buningda fa'illan fe'lning fa'illan masdarning fa'ili bir emas. Safar qildim tijorat uchun desa, safar qildi o'tgan zaman. Ammo tijoratni qildimi? Yo'q, qildi tijoratga uchun endi safar qildi. Tijorat degan bundan kim bo'ladi? Demak, buning fa'ilimi bir emas, fe'llan masdarningki zamoni bir emas. Bu shunga o'xshagan. Buningki shartlari qanday emas? To'liq emas. إذا تجرد من
al val idofa fal akthar nasbu. Endi maf'ulul lahninki mundaq 3 xil holati bor. Birinchi xil holati alif lamdan va izofatdan xoli keladigan holati. Xuddi ig'tarabtu ragbatan lil ilm, safartu ragbatan lil ilm deganga o'xshagan. Bu yerdagi ragbatanni biz maf'ulul lah deymiz. Bu maf'ulul lah izofatsiz va alif lamsiz kelgan. Bunda vaqt nima o'qiymiz? Albatta zar o'qiymiz. İza tajarrada min al val idofa, agar al va izofatdan xoli bo'lsa, fal akthar nasbuhu deydi. Ko'p hollarda, asosli hollarda zar o'qiladi. Masalan, waqafan nasu ihtiraman lil alimi. Kishilar olimga hurmat qilganligi uchun shu tudi deganga o'xshagan, safartu hubban lil alim deganga o'xshagan. Demak, bu ihtiroman degan maf'ulullah alif lamdan va izofatdan xoli. Bunda holatda ko'p hollarda nima o'qiymiz? Zar o'qiymiz. Buni zir o'qiydigan ahvollar. Zir o'qiydigan ahvol degan gap harflarni akirib turib, zir o'qiydigan ahvollar nihoyatda oz. She'rlarda kelib qoladi. Endi mana bu maf'ullarning birinchi xil holati. Qaysi? Alif lamsiz va izofatsiz keladigan holati. Ikkinchisi alif lamliq ammo izofatsiz keladigan holati bor. Masalan, agar alif lam bilan keldi, ida iqtarana degan gap alif lam bilan keldi. Mana qascho ko'p hollarda zir o'qiymiz. Masalan, safartu lirragbati fil ilm. Alif lamni akirib turib, asli safartu ragbata. Alif lamliq ma ragbata. Bunda vaqtda harf jardan birini akirib turib, nima qilamiz? Zir qilamiz. Safartu lirragbati fil ilm. Demak, ikkinchi holati bu maf'ulullah alif lam bilan kelib qolsa, harf jardan akirib turib, ko'p hollarda nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Endi alif lamni kelmay, şu alif lam pete zibar o'qish uchun nihoyat az. Safartu ragbata fil ilm deb kelishi nihoyat az. Ko'p hollarda buni zir o'qiymiz. Lamni kirib turib. Uchinchi xil holat uchunda izofatlik holati. Izofatlik ammo alif lamsiz endi. Izofatlik ammo alif lamsiz. Bunda holat shu desa, İza udifa, agar izofatlik bo'lib qolsa, izofat qilinsa, jaza nasbuhu va jarruhu bi harfil jar. Endi uni zor o'qisaqmi to'g'ri? Izofat bo'lib qolsa. Masalan, taraktul munkara khashyatallohi. Munkarni Allohning qo'rqqanligi uchun tashladim. Bu yerdagi khashyani biz maf'ulullah deymiz. Qo'rqqanligi uchun, demak bir sababni bayon qilib berdi. Bu yerda xashya alif lamsiz, ammo izofat qilingan, ya'ni mudof. Alloh degan lafzul jalali mudofun ilayh. Demak, bu yerda maf'ulullah izofat qilingan vaqtda buni zir o'qisak ma bo'ladi, xashyatallohi deb. Ammo zir o'qisaqmi-chi bo'ladi harfi jarlar. Masalan, taraktul munkara li xashyatillahi. Deb lamni kirib turib zir o'qisaqmi-chi bo'ladi. Demak, maf'ulullah 3 xil holatda bo'ladi. Birinchidan alif lamsiz va izofatsiz. Alif lammi yo'q, izofatmi yo'q. Bu vaqtda uni zir o'qiymiz. Safartu hubban lil ilm, safartu ragbatan lil ilm deganga o'xshagan. Nima o'qidik? Ragbatan, hubban zir o'qidik. Ikkinchi xil holati alif lamliq izofatsiz. Bunda holatda buni asosliq nima o'qiymiz? Zir o'qiymiz. Safartu lirragbati fil ilm, safartu lil hubbi fil ilm deganga o'xshagan. Uchinchisi alif lamsiz izofatlik. Bunda o'qib qolsa, zir o'qishmi to'g'ri? Ikkisi o'xshash, tang to'g'ri. Zir o'qisaqmi bo'ladi, ammo zir o'qisaqmi bo'ladi. Zirga vaqtimizda cho'qim harf jarni kiramiz, ha? Masalan, taraktul munkara khashyatallohi. Zir o'qidik. Taraktul munkara li khashyatillahi deb lamni kirib turib zir o'qidik. Ikkili xil yo'l to'g'ri. Mana bu 3 xil holatiningki ahvoli. Endi biz maf'ulul lahni o'qib bo'ldik. Endi undan keyin mansubatninki yana birisi bo'lgan maf'ulun ma'ah. Endi bu maf'ulun ma'ah degan nima? Bu maf'ulun ma'ah deganimiz billilikni bildiradigan maf'ul. Billilikni. Masalan, buningki o'lchamligi tunishtirilishini bir o'qiylik. Maf'ulun ma'ah deganimiz ismun yuzkaru ba'dal vawul ma'iyya liyadulla 'alal musahaba. Maf'ulun ma'ah deganimiz ma'iyatlikning vosi, ya'ni ma'a ma'nosida keladigan vodin keyin musahabat, hamrohlikqa dalolat qildirish uchun so'zlanadigan ism. Faqat maf'ulun ma'ah deganimiz ma'iyatning vosidan keyin hamrohlikqa bildirish uchun so'zlanadigan ism. Demak, bu yerda bir vov ekan.
Bu etning bo'lsa emas. Nimaning bo'lsa? Ma'a ma'nosiku. Ya'ni billa degan ma'nodagi o. Mushudan keyin kelib billilikni, hamrohlikni bildiradigan ismni biz nima deymiz? Maf'ulun ma'h deb ataymiz. Masalan, safartu wan nahra. Safartu wan. Dengiz bilan mangdim. Dengiz bilan mangdim deganlik nega gap? Dengizni bo'ylab, dengizdan hamrohlab, musohabat iqtiron deb ataymiz buni. Dengizdan qashdi mangdim degan gap. Men va dengiz safar qildik degan. Dengiz degan safar qilamdi? Yo'q. Dengizning bo'yicha safar qildim degan gap. Ya'ni dengizga hamrohlab, dengizga chaqlashib, dengizning bo'yicha safar qildim degan bo'ladi. Ma'a ma'nosiga bo'lgan vaqtida. Shunga bu yerda biz uni ma'a ma'nosiga deymiz. At qilsaqchi xato bo'ladi. Bu wan nahra maf'ulun ma'h bo'ladi. Shuning uchun wan nahra deb zivor qiladi. Endi bu maf'ulun ma'hni zivor qilishning sabab shartlari bor. Shurutu nasbi, uni zivor qilishning sharti birinchidan ayyakuna fadla va laysa ruknan. Bu ortiqcha so'zlash kerak. Bu maf'ulun ma'h nima bo'lish kerak? Ortiqcha. Fadla degan ortiqcha so'zlash kerak. Ortiqcha so'zlash kerak degan gap deganda ortiqcha so'zlash kerak degan gap u kamisimu jumla bulavuradigan bo'lish kerak. Jumlaning ma'nosi to'liq bulavurish kerak. Masalan, safartu wan nahr degan jumlada wan nahr fadla, ya'ni ortiq so'z. Safartu desam safar qildim desam bir ma'no chiqadi. Demak, bu yerda bu jumlaning ruknisi emas. Walaysa ruknan, rukna ya'ni asosiy jumlaning asosiy qismi bo'lmasligi kerak. Agarda jumlaning asosiy qismi bo'lib qolsa, jumlaning asosiy qismi deganimiz yo fa'il, yo mubtada deganga o'xshagan. Ya'ni uni tashlab olsak, jumla bo'lmaydigan. Bunda bo'lmasligi kerak. Maf'ulun ma'hning zivor qilishning sababi. Masalan, ishtaraka Zaydun va Muhammadun desam, Zayd bilan Muhammad shiriklashdi desam, bu jumlada ishtaraka Zaydun, ishtaraka fi'il, Zaydun fa'ili. Bu yerdagi ishtaraka Zaydun va Muhammadun. Bu yerdagi Muhammadni biz jumlaning ruknisi deb ataymiz. Buni tazlisi qilolmaydi. Ortiq so'z qilolmaydi. Nima ish qilsa? Zayd shiriklashdi deb keyingi so'zni akamasam, kim bilan shiriklashdi? Bu yerdagi jumla to'liq qoldimi? To'liq qolmadi. Cho'qim ishtaraka Zaydun va Muhammadun. Zayd va Muhammad shiriklashdi deymiz. Bu vaqtda bu yerdagi bu ma'amas atning o'zi bo'ladi. Cho'qim ma'a ma'nosidagi bu, ya'ni uni zivor qilishning maf'ulun ma'hlikka asosan zivor qilishning sharti ortiqcha bo'lish kerak jumla. Ortiqcha bo'lish kerak deganlik, uni tashlab olsakmi jumla bo'la olish kerak. Xuddi safatu va nahr deganga o'xshash. Birinchi sharti ayyakuna fadla. Ortiq bo'lish kerak, jumlaning asosiy ruknisi bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi ayyakuna ma qabla al-wawi jumla. Va'dan ilgirki narsa jumlalash kerak. Walaysa mufrad emas, jumlalash kerak. Masalan, safartu wan nahra. Bu yerdagi va'dan ilgirki narsani bilash kerak jumla. Safartu degan nima? Jumla. Fi'il degan nima edi? Jumla. Bu yerdagi fi'il, fa'il va bu jumla. Agar bu mufrad bo'lib qolsa, bu vaqtda bu ma'iyatning o'sin bo'lanmaydi. U o'dan keyin kelgan narsa maf'ulun ma'h bo'lanmaydi. Masalan, kullu jundiyyin va silahuhu desam, har bir askar o'zining quroli bilan birga desam, bu yerda kullu jundiyyin, kullu mubtada bo'ladi, jundiyincho mudofun ilayh, kullu mudof, jundiyyin mudofun ilayh bo'ladi. Vocho atning o'suludi, silahucho bu nimaga at bo'ladi? Jundiyga qanday bo'ladi? Kulluga at bo'ladi. Kulluga at bo'ladi. Demak, bu yerda vodni kullu jundiyyin va silahuhu degandagi vod ilgirki narsa jundiy nima bo'ldi bu yerda? Jumla bo'lmadi. Mana shuna o'xshagan jumla bo'lmay qolib qolsa, bu maf'ulun ma'h bo'lmaydi. Shunga kullu jundiyyin va silahuhu degan jumladagi biz voni biz ma'iyatning o'zi, undan keyin kelgan so'zni biz maf'ulun ma'h deyolmaymiz. Chunki vod ilgirki kelgan narsa nima bo'ldi? Mufrad, jumla bo'lmay qolib qoldi. Ya shibih jumla yoki mufrad bo'ldi. Uchinchisi ayyakuna al-wawu al-musbaqa bi ma'na ma'al. Ham ilgirki kelgan va u maf'ulun ma'hning beshida kelgan va ma'a ma'nosida kelgan bo'lishi kerak. Ma'a ma'nosida atf emas, ma'a ma'nosida kelgan bo'lishi kerak. Hamda buni tushunish uchun tuvandagi hukmlarni vaqtimizda texnik tushunamiz. Sizlar bilib olganinglar maf'ulun ma'h bo'lish sharti, ya'ni zivor qilishning sharti degan gap, maf'ulun ma'h bo'lish sharti. Birinchi bu maf'ulun ma'h jumlada ortiqcha bo'lish kerak. Ortiqcha deganlik uni akamasakmi jumla bo'laveradigan bo'lish kerak.
ikkinchidan bu ma'alik vositni ilgirki narsa chuqum jumla bo'lishi kerak, ya'ni fe'l fa'il deganga o'xshash jumla bo'lishi kerak. Uchinchidan bu vodin vo ma'a, ya'ni maf'ulun ma'dan ilgari kelgan vo ma'a ma'nosida kelgan bo'lishi kerak. Endi maf'ulun ma'ning hukmlari, qoidalari, ahkamul maf'ulun ma'ning hukmlari. Birinchisi an-nasb. Qanday o'qish? Zvar o'qiymiz. Va nasibuhu, endi uning zvar o'qituvchisi, ya'ni zvar o'qishdagi omili, ya'ni fe'li imma yakunu fi'l. Fe'l bo'ladi. Ya fe'l bo'ladi. Va imma yakunu ma yushbihu fi'l. Ya fe'lga o'xshaydigan narsa bo'ladi. Fe'l bo'ldi deganligi xuddi safara deganga o'xshash, safara deganga o'xshash fe'l bo'ladi. Fe'lga o'xshaydigan narsa bo'ldi deganligi, fe'lga o'xshaydigan narsa degan nima? Ya ism fa'il bo'ladi, ya ism maf'ul bo'ladi, ya masdar bo'ladi, ya ism fe'l bo'ladi. Mana bularni biz ism fe'lga o'xshaydigan narsa, shibihi fe'l deb ataymiz. Masalan, sarar rajulu wan nahra. Bu jumla qarasak, odam o'stan bilan mangdi degan gap, o'stanni bo'ylab mangdi. O'stanni bo'ylab mangdi. Bu yerdagi wan nahr maf'ulun ma'a. Buni maf'ulun mah qilgan fe'li. Fe'lmi yoki shabiy fe'lmi desa, sara degan fe'l deymiz. Demak, bu jumlada buning omili, ya'ni fe'li oshkor fe'l bo'ldi. Az-zillu ma'ilun vash-shajara. Soya daraxt bilan birga egiladi desak, egilguchi desak, ma'ilun degan bu yerdagi ismi fa'il, shajara degan maf'ulun ma'ning zavar qilguvchisi, ya'ni omili bo'ldi deymiz. Al-hadiqatu makhdumatun va shajaraha. Bog'cha uning o'zining daraxtlari bilan birga xizmat qilinadi desak, bu yerda makhduma, shajara bu yerdan bo'ldi, maf'ulun ma'h bo'ldi. Bu maf'ulun ma'ning omili fe'li qana desa, bu yerdagi makhduma degan maf'ul, ya'ni ism maf'ul o'zining fe'lining amalini qilib, shajara degan maf'ulun ma'ning omili bo'ldi deymiz. Demak, bu yerdagi maf'ulun ma'ning omili bo'ldi, ism maf'ul bo'ldi. Al-hadiqatu khadamat va shajaraha, khadamat va shajaraha degan taqdir qilsak bo'ladi. Yusirruni huduruka wal usrata. Meni sizning va sizning oila bilan birga kelishingiz xursand qildi desam, xursand qiladi desam, bu jumlada sizning va sizning oilangiz bilan birga kelish. Bu yerdagi va ma'amanizda al-usraning bo'ldi, maf'ulun ma'ah bo'ldi. Bu maf'ulun ma'ahning omili, ya'ni fe'l qaysi desa, hudurga degan bu masdar hadara degan fe'lning amalini qilib, bu yerda usra degan maf'ulun ma'ahning omili bo'ldi deymiz. Ruwaydaka was-sa'il. Bu degan gap sen va sa'il to'xta, saqla degan gap. Ya'ni amhil nafsaka was-sa'il degan gap. Amhil nafsaka was-sa'il. Sen sa'ildan to'xtab tur degan gap. Endi bu yerdagi ruwaydak degan gap, ruwaydak inti amhil. To'xta degan gap. Shundaqmi? Demak, bu yerdagi ism fe'il was-sa'ila degandagi maf'ulun ma'ahning nimasi bo'ldi? Omil bo'ldi. Buni yaxshi tushunishimiz kerak. Ya'ni fa'il, maf'ul bu ikkisining omili nima? Fe'il. Ya'ni maf'ulning barpo bo'lishi uchun cho'qim nima ketadi? Fe'il ketadi. Shunga maf'ulning nosibi yoki omili deb gap qolsa, kalonglarni kelishak, uning fe'li kelishi kerak. Endi bu omil ba'zida fe'il bo'ladi, ba'zida maydaga o'xshab ism fa'il bo'ladi, ba'zida ism maf'ul bo'ladi, ba'zida masdar bo'ladi. Shunga fe'li deb amma omil deb elishning sababi hammasini o'z ichiga olish uchun. Ammo maqsadi shuning fe'l, tag fe'lga qaytadi. Endi buning bir maf'ulun maf'ulun ma'ning omilni keyin maf'ulun ma'h ilga keltirsak bo'lamdi deganda la yajuzu taqdimul maf'ulun ma'h ala amili. Mana bu maf'ulun lahga o'xshamaydigan tarafi. Maf'ulun lahga o'xshamaydigan tarafi to'g'ri bo'lmaydi. Maf'ulun ma'hni ilgari qilish uning omilga. Ya'ni omil degan nima edi? Men bayatni deb bergan. Ya fe'li shundaqo, yoki ism fa'il, mal ism masdar bo'lsin, nim bo'lsin, uningki omil o'g'ini.
ya'ni fe'lida tushunsanlar bo'ladi. Omil degan fe'ldan kengdalik so'z, men bayatni tushuntirdim. Bu omil ya ba'zan da fe'l bo'ladi, ba'zan da ism fa'il bo'ladi, ba'zan da ism maf'ul bo'ladi, ba'zan da masdar, ba'zan ism fe'l bo'ladi. Demak, shu omildan maf'ulun ma'ni ilgari keltirsak bo'lmaydi. Va la ala musahibihi va uning musahibiga ilgari keltirsakmi bo'lmaydi. Ya'ni musahibi degan gap masalan وَالنَّهْرَ صَارَ الرَّجُلُ desek dedik وَالنَّهْرَ مَفْعُولٌ مَعَهُ. Bu yerda maf'ulun ma'ni sara degan fe'li, ya'ni omilning oldiga chiqdi. Bu to'g'ri emas. Fala yuqal degan gap bilmaydi degan gap to'g'ri emas. Va wala ala musahibihi degan gap uni hamrohining oldiga chiqsa ham bo'lmaydi. Masalan, saran nahra dedik. Nahra bu yerda maf'ul ma'ni bo'ldi. Shunda bu varajga musahibi. Ani musahibining oldiga chiqdi maf'ulun ma'ni. Omilning emas, musahibining. Bu musahibining oldiga chiqishi uchun to'g'ri emas. Ikkilisi to'g'ri emas. Fe'lning oldiga chiqishmi to'g'ri emas, musahibining oldiga chiqishmi to'g'ri emas. La yajuzu faslu baynahu va baynal va allati bi ma'na ma'a. Endi ma'a ma'nisi keladigan va bilan maf'ulun ma'ahning o'rtasini ayirib o'tish uchun to'g'ri emas. Chuqum maf'ulun ma'a ma'nisi va bilan bilni kelishi kerak. O'rtasini ayirib o'tilmaydi. Sara ar-rajulu wan-nahra degan o'xshash. Bu va bilan nahning o'rtasini har qanday so'zdan ayirib o'tsak bo'lmaydi. Mana bu maf'ulun mahga aloqador bo'lgan qoidalar. Endi biz maf'ulun ma'ahni ma'alik ma'a ma'nisi vodin keyin keladigan sen dedik. Endi bu vodin keyin keladigan ismning har xil hukmi bo'ldi. Har xil hukmi bo'ldi. Bu yerda deydi vodin keyin keladigan ismning hukmi deydi. Endi vodin keyin keladigan ismni at qilsak pashuludu. At qilmay ma'amanisi ko'p qolsa zvar bo'ladi. Shunday endi biz buni tafsirga o'qiymiz. Birinchisi vujubun nasb. Zvar o'qiymiz. Qanday vaqtda? Iza lazima min al-'atf fasadun fil ma'na. Agar vodin keyin kelgan so'zni biz vodin ilgari kelgan so'zga at qilib, ya'ni voni ma'amanisi ko'p emas, atni bo'lsa deb turib, agar at qilib qolsak ma'na jihatda xatolik yuz bersa, bu vaqtda chuqum biz buni ma'aning ma'nisiga vo qilib qanday qilamiz? Zvar o'qiymiz. Ya'ni vodin keyin kelgan so'zni maf'ulun ma'ah qilamiz. Iza lazima min al-'atf fasadun fil ma'na. Atfidin ma'na jihatda bir xatolik kelib chiqsa. Masalan, raja'a Sa'idun vash-shamsa. Sa'id quyoshdan qaytdi. Ya'ni bu yerdagi quyosh bilan birga qaytdi emas, quyoshni bo'ylab qaytdi degan. Demak, bu yerdagi vo ma'a ma'nisiga vo. Ash-shamsachu maf'ulun ma'ah bo'ldi. Endi bu yerda vodin keyin kelganda biz at qilib Sa'idqa. Voni ma'a ma'nisiga vo emas, atni vos qilib at qilsak to'g'rilamdi, xato bo'ldi. Nima uchun? Bu yerda zvar o'qish vojib, maf'ulun ma'ah qilish vojib, voni ma'a ma'nisi qilish vojib. Nima uchun? Chunki at qilsak buning ma'na jihatdan xatolik kelib chiqadi. Qanday xatolik kelib chiqadi? Raja'a Sa'idun vash-shamsu deb agar at qilsak Said va quyosh qaytdi degan bo'ldi. Bu Said va quyosh qaytdi desa, quyoshdan qaytamdi bu yerga? Yo'q. Quyoshni bo'ylab, quyosh bilan birga degan quyoshning ketishi bilan birga qaytdi. Billilik ma'nosini chiqarib, vodin keyin kelgan so'zni biz maf'ulun ma'ah qilamiz, at qilish to'g'ri emas, zvar o'qish vojib bo'ldi. Demak, birinchisi zvar o'qish vojib bo'ldigan o'rin. Qanday bo'lsa ekan, at qilsak ma'noda xatolik ko'rilsa. Ikkinchidan yajibul atfu endi zvar o'qish emas, at qilish. At qilish degan gap 5-dikisi qanday qilsa shunday o'qiymiz. U vaqtda bu maf'ul ma'ah bo'lmaydi. At qilish vojib bo'ladi idza lam yastakmil shurut nasbahu thalathatul mutaqaddima. At qilish vojib bo'ladi agar biz boyatdan so'zlagan 3 zvar o'qishning 3 sharti to'liq bo'lmasa. Biz boyatdan maf'ulun ma'ahni zvar o'qishning 3 dona shartini so'zlagan. Qaysi? Birinchidan cho'qim jumlada ortiq bo'lish kerak, asosiy so'z o'qilmaslik kerak. Ikkinchidan qaysi? Ikkinchidan vodin ilgirki narsani bo'lish kerak, jumlalash kerak, u yoki shibih jumla yoki mufrad o'qilmaslik kerak. Uchinchidan qaysi? Cho'qim shu maqsad u jumladan bo'lgan maqsad billilik ma'nosi maqsad bo'lgan bo'lsa. Billilik ma'nosini bo'lgan bo'lsa, maqsad bo'lgan bo'lsa. Masalan, ishtaraka Sa'idun va Khalilun. Bu yerdagi voni biz atning vosi deb Khalilunni Sa'id at qilamiz va at qilish vojib. Biz voni bu yerda ma'anasiga vo qilib Khalilunni maf'ul ma'h qilsa xato bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yerda
maf'ulun ma'h qilishning bir sharti yo'qolgan. U shart qaysi? Jumlada asosiy rukni, asosiy qism bo'lmasligi kerak, ortiqcha bo'lish kerak degan bu sharti yo'q. Nimishqa bu yerdagi Halilun jumlaning asosiy qismi bo'lib qoldi. Ortiqcha qism emas. Ya'ni buni tashlasak, jumla bo'lavermaydi bu yerda. Masalan, ishtaraka Sa'idun va Halilun desam, Sa'id va Halil shiriklashdi desam, bu yerda Sa'id fa'il va atfining o'zi Haliluncho Sa'idga nima bo'ladi? At bo'ladi. Bu yerda bu o'xshashlar Sa'idga o'xshash jumlaning ruknisi. Agarda bu yerni men voni ma'aning ma'nosiga vo qilib Halilni maf'ul ma'ah qilsam, bu xato bo'ladi. Chunki bu Halilun bu yerda rukni, ortiqcha emas. Chunki tashlatib baqsam jumla bo'lmaydi. Masalan, ishtaraka Sa'idun desam, Sa'id shiriklashdi desam, jumla kam. Kim bilan shiriklashdi? Va Halilun. Demak, bu yerdagi Halilun jumlaning asosiy qismi fazla, ortiqcha qismi emas. Ortiqcha qismi bo'lgan bo'lsa, buni biz ma'a ma'nosiga vo qilib keyinginkini maf'ul ma'h qilsak bo'ladi. Demak, birinchi shartiga uyg'un kelmadi. 3 shartining birinchi shartiga uyg'un kelmadi. Ikkinchisi kullu jundiyin va silahuhu. Kullu jundiyina va silahuhu. Endi har bir askar va uning quroli, buningki xabar tashlangan, ya'ni muqtarinan degan gap xabari. Har bir askar o'zining quroli bilan billa desak, bu yerdagi voni biz ma'a ma'nosiga vo qilmaymiz. Chuqum atf qilib silahni jundiy qana qilamiz, atf qilamiz. Nimishqa buni nimishqa ma'a ma'nosiga vo qilib, vodin keyin kelgan so'zni maf'ul ma'h qilsak bo'lmaydi deganda, chunki bu yerda bir shart yo'qolgan. Qaysi vodin ilgari kelgan narsani bo'lish kerakda, jumla bo'lish kerakda. Bu yerda nima bo'ldi? Shibih jumla bo'ldi. Kullu jundiyin deb bu yerda mudofun ilayhi bo'ldi. Shibih jumla bo'ldi. Üçüncüsü Ja'a Imadun ve Salimun qablahu aw ba'dahu. Imad ve Salim onundan qana keldi. Imad keldi ve Salim onundan ilgari keldi. Yoki onundan keyin keldi desak bo'ladi. Qaysini desak bo'ladi? Ja'a Imadun ve Salimun qablahu aw ba'dahu. Imad keldi ve Salim onundan ilgari yoki keyin keldi. Demak, bu yerda 3-chi sharti yo'qoldi. Qaysi shart yo'qoldi? Bu yerdagi maf'ulun ma'ahlikning shartining 3-chisi cho'qim shu jumladagi vodin bo'lgan maqsad bililik bo'lgan maqsad bo'lishi kerak. Endi bu yerda bililik maqsad emas. Yoki Salimning yo ilgari kelishi yoki keyin kelishi maqsad. Bililik emas, maqsad emas. So'zlig'ichininki shu vodin bo'lgan maqsadi bililiki maqsad bo'lishi kerak degan shart qana qildi? Yo'qolib ketdi. Chunki ja'imadun va salimun qablahu deb aw ba'dahu deb ilgari kelikni iborat billikni yo'qitib o'tadigan bir holat paydo bo'lib qoldi bu yerda. Endi 3-xil qoidasi yurajjihun nasbu idza lazima min al-'atfi da'fun fi at-tarkib. Endi zivar o'qish kuchli deb qaraladi, ya'ni zivar o'qisak yaxshi deb qaraladi. Agar atf qilsak jumla qurilmasida bir ojizlik paydo bo'lib qolsa, yoki ma'iyatlik so'zlik uchun nima bo'lib qolsa, u maqsad bo'lib qolsa. Masalan, ji'tu va Xolidan. Bu jumlada Xolidanni qanday qildik? Maf'ul ma'ah qildik. Ya'ni atf qilmadik. Bu yerda atf qilmaslik, maf'ul ma'ah qilish yaxshi. Nimishqa desak, atf qildi desak, Xolidan degan bu oshkor ism. Atf qilsak, tu'gat qilish to'g'ri keladi. Tu degan domir, oshkor ismni domirga atf qilish pashlik holatida bu sal yaxshi ko'rilmaydigan bir ish. Elektr grammatikasida. Chunki bu jumla qurilmasida bir ojizlikni paydo qiladi. Bunda vaqtda qanday qilamiz? Atf qilmay buni maf'ul ma'ah qilamiz. Yoki ma'iyatlik aw kana al-ma'iyya hiya al-maqsuda mutakallim degan gap. Ya'ni maqsad mutakallimdan bo'lgan ma'iyatlik maqsad bo'lib qolsa. Ya'ni ji'tu va Xolidanda men Xolid bilan birga keldim deganlik maqsad bo'lib qolsa, bu vaqtda yana atf qilishdan uni maf'ul ma'ah qilish kuchlantiriladi, ya'ni yaxshi deb qaraladi. Masalan, la yaghurrakal ghina wal batar. Seni boylik bilan cho'nglik seni aldab qo'ymasin desak, bu yerda uni boylikni to'smoqchi emas, uni boylikni so'kmoqchi emas. Ammo boylik
cho'ngchilik bilan birlashgan vaqtida ondan keyin biz uni cheklamoqchi, uni so'kmoqchi. Demak, bu yerdagi mutakallim bo'lgan maqsad qanday? Dalillik maqsad atf qilishimiz. Shunga bu yerdagi buni qanday qilmaymiz? Atf qilmaymiz. Dilla. Ya'ni ma'a ma'nosidagi bu qilib keyinlikini maf'ul ma'h qilamiz. Mana bu mutakallimdan bo'lgan maqsad ma'iyatlik, dalillik bo'lib qolsa degan gapimiz shu. Chunki la yaghurrakal ghina wal batar degan gap seni boylik va cho'ngchilik, boylik bilan cho'ngchilik qanday qo'ymasin, aldab qo'ymasin. İkisi birleşken vaqtda biz ikkisi birleşken narsani shu boylik bilan cho'ngchilik ikkisi birlashib qolgan vaqtda buni yomon ekanligini so'zlamoqchi bu yerda. Endi yurajjihul atf qilish yaxshi ma'a javazin nasb zivor qilsaqmi to'g'ri. Ammo atf qilish yaxshi. Qanday bo'lgan vaqtda mata amkana bi g'ayri da'fin fi tarkib wal ma'na. Qurilmadagi va ma'nodagi ojizsiz bo'lsa, qurilmada va ma'noda ojizsiz bo'lsa degan gap, ya'ni ojizlik bo'lmay qolib qolsa. Qurilmada, tarkibda va ojizlik bo'lmay qolib qolsa, atf qilish yaxshi. Uni qanday qilsaqmi-chu? Ma'a ma'nosi qilib maf'ul ma'h qilsaqmi-chu to'g'ri. Masalan, ji'tu ana va Xolidun. Mana bu yerda atf qilsaqmi ojizlik bo'lmaydi. Chunki bu yerda domirga atf qilmadik, mustaqil domirni qanday qildik? Atf qildik. Bu vaqtda buni ojizlik yuz bermaydi. Mana bu yerda biz ji'tu ana va Xolidun deb buni atf qilish yaxshi. Ammo ji'tu ana va Xolidun desakmi-chu to'g'ri. Ammo bu yerda ma'no jihatdan qanday bo'lmaydi? Ojizlik yuz bermaydi. Ji'tu ana va Xolidun. Ama bu yerda agar ma'no jihatdan men Xolidni billaylik ma'nosini maqsad qilgan bo'lsam, bu vaqtda yana qanday qilamiz? Billaylik ma'nosini qilib, buni maf'ul ma'h qilish yaxshi. Demak, qurilmadagi ojizlikdan saqlangan vaqtimizda, ya'ni domirni mustaqil akib qolsak, atf qilish yaxshi. Agar qurilmada ojizlik paydo bo'lib qolsa, buni maf'ul ma'h qilish uchun yaxshi. Bu ikkisi mana shunday ma'noda. Mana bugungi darsimiz o'shada oxirlashdi. Qolgan kunlikni bo'rilgan, kunlikni o'zingizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchisi ixtaril ijabati sahiha fi ma yali to'niklarning to'g'ri javobini tanlang. Birinchisi iyyaka na'budu. Iyyaka degan so'z maf'ulun bih sarih, maf'ulun bih g'ayri sarih, maf'ulun bih deydi. Qaysi to'g'risini tanlaysizlar. Buni o'sha bo'yicha ishlaysizlar. Ikkinchisi birinchisi to'g'ri jumlaning oldiga to'g'ri belgisini, xato jumlaning oldiga xato belgisini qo'ysizlar. Min shartil maf'ulullah ay yakuna fadla va laysa ruknan deydi. Maf'ulullahning shartining qatoridan ortiqcha bo'lishi rukni bo'lmasligi, asosiy qism bo'lmasligi jumlada deydi. To'g'rimi xato? Buni shuncha bo'yicha to'g'ri xato bo'lsa xato belgisini qo'ysizlar, bu sizlarga topshiriq. Ikkinchisi, tuvandagilardan maf'ullarni chiqaring va uning turini bayon qiling deydi. Ya'ni maf'ulun ma'ahmu, maf'ulun bihmu hammasini ayiraysizlar. Yani mef'ul degandan keyingi mef'ulni yozasizlar. Undan keyin lahosizlar, fihosifih, mutlaq bo'lsa mutlaq shu bo'yicha ayiraysizlar. Bu sizlarga topshiriq qilib qoldi. Bunda bo'lsa vaqt tashlab bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.